Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Jasorat Mu'minga hoş geldinglar. Bugun yana bir ehtiyoj bilan ekranni ochdik. Shu qonun loyihasi Amerikada ma'qullanish oldida turgan bir paytda dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizning bu ish qilib olgan inkosini qizg'in bo'lib o'tadi. Bugun xo'shallik oldi. Orta Asya'daki qarindoshlarımızdan bu ish qilib olgan ko'z qarashi va inkoslarni anglab o'tamiz. Buningda biz Qozog'iston Almutu atrofida yashayotgan bir qancha qarindoshimizni ekranga taklif qildik. Assalomu alaykum qarindoshlarim, salomat turdinglarmi? Va alaykum assalom. Jasorat Mu'minga hoş geldinglar. Oldi bilan bütün dünyadaki qarindoshlarimiz sizlarga qarab o'tirdi. Şu ekrandagi 3 qarindoshimiz bilan bir tanishib chiqsak, o'zinglarni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsanglar. Bu yoqda o'tirgan akamiz Turg'an aka Tuzbastava mahallasының bir aktiv jigiti desak bo'ldi. Bu yerda o'tirgan akamiz Sultonqo'rg'on mahallasining bir cho'ng jigit kishi. Men bo'lsam Abdumalik, men bir aktivist mushlarning orasida. Tamam, rahmat. Endi baya beshida deb o'tganimdek bu biz xeyli yillar bo'ldi, haqiqatan nihoyatda qayg'u hasrat tushida o'tayotgandik. Bizga xo'shallik kelami degan bir umid o'ttirsak, Amerikadan bir ovoz keldi. Ya'ni Hong Kong loyihasi ma'qullangandan keyin Uyg'ur inson huquqlari siyosati loyihasi Avam Palatada birga qarshi 407 ovoz bilan, ya'ni mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullandı. Onun oldida bu loyiha nimada Kengash Palatada ma'qullangandi. Bizning masalan Yevropada deylik, bu yerdagi Uyg'urlar hammamiz nihoyatda shodlik uchundik. Uyg'urlar yig'ilgan har qanday so'rinda mushu bir eng chong tema bo'lib qoldi. Hammamiz bas-basda o'zlarimizning ko'z qarashlarini nihoyatda xo'shal bo'lganligimiz, xursand bo'lganligimizni ifodalayapmiz. O'rta Osiyoda mening bilishimda milliondan ortiq Uyg'ur qarindoshimiz yashaydi. Bu yerdagi bu qarindoshlarimiz orasida inkoslar qanday bo'lyotdi? Bu yoqda og'zinglardan bir anglag'im keladi. Qozog'iston bo'yichami? Qozog'iston bo'yicha bu yerda inkoslar bu qonun loyihasiga bek xushal bo'ldi. Butkul Amerika parlamenti 106 adam biraqla ovoz beribdi deb. Undan boshqa yana bir xabarlar keldi. Endi senatorlar qo'yish kerak bu nimani qonun loyihasini Amerikan prezident Trump qo'yish kerak deb xabarlar kelyapti. Hammasi bir kutmoqda yaxshi xabarlarni bu nimalardan mass medialardan hozir xabar chiqsa darrov yetib borgan bo'ldi hammaga. Shuna o'xshash hammasi hozir bir hafta ichida bo'lgan yana bir yangi xabarlarni kutmoqda. Shu xabarlar Amerika kongressiga qo'yilib, prezidentlar shu o'z nimalarini qo'yib bo'lsa, qo'llarini shunda qanday harakatlar bo'ldi, qanday yordam bo'ldi Uyg'urlarga, qanday ishlar o'zgardi, shuni kutmoqda biz. Vatandagi bo'lgan yig'ir ahvollar, lagerlarda qanday o'zgarishlar bo'ldi. Shunday bir umidlar bilan kutyapmiz, yaxshi umidlar bilan. Boshqa qarindoshlarimiz o'zlaringlarning o'ylaganinglarni deb baqsanglar. Endi biz Olmutu bo'yicha shu voqeani anglab nihoyat xushal olduk-da qarab. Uni xalq hepsi tushundi. WhatsApp'larda kelyapti. Hozir bizning maktab ketgandek, hammasi kelajakda nima bo'lganini kutyapti. Shunga bizning shu Amerikalik qarindoshlarimiz yashab turayotgan bizga yordam emas, hech nima emas, shu qanday bizga ko'tirpasanglar bizni, ko'rsatsanglar qanday xushal bo'ldinglar sizlar deb deganda bizga biz nima yig'dik? İmza yig'dik. Endi bu yerda Olmutudagi xalq hammasi turg'unchilar, Uyg'urlar emas bu yerda.
ya Çiçeğlan ba, Kazaklan ba, demişkisiniz özünüzü verdim. O bizden vatanda Müslüman halkını qiynavatqanlar. Şunun için hiç kim yoq demedi. Hemisi qo'lini ko'tarib, qo'l qo'yib degandek hemisi shu kelajak nima bo'ldi deb bizdan so'rab Endi bizmi shu kelajakda nima bo'lganini kutyapmiz. Siz bu o'ylaganlaringizni deb baqamsiz? Yani bir kırma assalomu alaykum qarindoshlar. Endi bizniki bu qonunni nima qilganda bu butkul mo'maylar bu oila hozir hatto bizimiz Qozog'istonda hatto bir vatan ozod bo'lgandek shunday kutyotdi buni. Shuning uchun bizim mana shu qonunga ish qilib qonun tezroq qo'yilib ketsa deb hammamiz mana shu ishlarni olib qo'yib ketamiz. Bu mo'may imzoga kelgan vaqtida mo'maylardan bu oiladan hozir xo'shalligidan nimasi yetmaydi. Buni tushuntirmayman-da bu dilga xo'shalik shunda hammasi dast tutdi desak bo'ldi. Qozog'istondagi Uyg'urlar hammasi dast tutdi desak bo'ldi. Ondan başqa mening bilishimda bu bayram hakkımızın deb o'tdi, bu vatanda Xitoylar Uyg'urlarning emas, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, bo'lsin shu yerlik turkiy millatlarning hammasini lagerlarga akilib solab qildi. Bu vaqtda Qozog'istonda shu Atajurt tashkilotiniki boshchisi umu başçılık şu nurgun Kazaklarını ispat vergizip şu lagerlar to'g'risida şu dunyoga şu lager meselesini to'nutish haqida nihoyatda cho'ng rol o'ynadi desak bo'ldi. Alayli to'kpisi bor. Bu vaqtda Qozoq qarindoshlarimizni to'kpisi nihoyat zo'r. Chunki ularning bevosita urug' tuqqanlar qarindoshlari Xitoyning shu zulmiga uchrayotdi, lagerlarda qiynalıyotdi. Bu vaqtda Qozoqdagi medialarniki, mayli gazet jurnal bo'lsin, televiziya bo'lsin, boshqalarniki shu qonunning ma'qullanishi haqida inkos qanday bo'lyotdi? Onu bilmaymiz bunu. İmkan qanday bo'layotganligini. Şey karakterde ularni qo'llayotdi, ularni xush bo'lyotdi bu masalada. Nimishga desangiz bu yerda Qozoq xalqi qiynalmayotdi, o'pchim Turkiy xalqi hammasi bu yerda qiyin qisqaqda bo'lyotdi. Bu qonun loyihasi hamma yerda xabarlarda bor, mass medialarda. Buni ham o'rishsin bor, uyg'ursin bor, qozoqsin bor yozilyotdi bu yerlarda. Ben xo'shalik bilan qo'llayotdi. Bunu so'rashimdagi sabab ham masalan bu xabar chiqqandan keyin butun dunyoda, masalan Yevropa, Amerika ve Asya deyimiz dünyanın hem yerde en mühim haberler qatarda xabar qilindi. Şu qatarda Qozog'istonning medialari bu haqda cho'qim xabarlarni berib, qo'l qo'zg'algan bo'lishi kerak deb o'yladim. Shuni so'rg'anim bu savolni. Bu medialar bu yerdan qo'zg'aldi, yezildi, ham yezilyotdi. Har doim bu xabarlarda mass medialar bu yezilib turadi. Shinjon voqeasi deb Chaqiston, O'zbekiston işi bo'layotgan voqealarni yezib turadi. Hamda bu qarindoshlarimizni yana bir so'rasam, hamda mening bilishimda bu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz shu vatandan chiqqandan tortib hozirgacha vatanda burundan tortib davom qilib kelayotgan an'anamiz bo'lgan shu mashrab shaklida Uyg'urlarningki madaniyatni saqlab qolish, keyingi avlodlarga o'zining Uyg'ur ekanligini tanitib apmenish va boshqa jihatlarda nihoyat ko'p tirishchiliklarni olib beribdi. Ansam bular mashrablar nihoyat ko'pkan bu Qozog'istonda bo'lsin, O'rta Osiyoda boshqa davlatlarda bo'lsin. Shu mashrab shaklidagi faoliyatlar to'g'risida qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsanglar, qandayroq shaklda bo'ladi, qanchalik mashrab bor masalan shu Qozog'istonda deylik. Endi biz Qozog'istonda o'zimizning vatanida turgandek turyapmiz. Bizga yo'l hamma yerda ochiq. O'qish demsa, ish demsa, tijorat demsa, hamma nimada bizga hech qanday yo'l to'silmaydi. Birinchi. Bizniki men 68 maktabimiz bor. Qozog'istonning o'zida. Teatrimiz bor. Qozog'istonning o'zida. Teatrimiz bor. Akademik teatr o'zimizning bor. Qudus Xo'jamiyarimizniki nomidan Uyg'ur teatri. Uyg'ur teatri. Xalq teatri. Uningdagi bizda ikki gezit bor, o'zimizniki Uyg'urcha.
Sınavlar var. Neçi meşrepler var. Bizge iş yerde Kazakistan'da bizden yolumuzda tosap, yamada kımaysa değil. Bir yerde biz Xudoga şükür, mınqat şükür Kazak halkıma, Kazak hükümetigime mınqat rahmet. Bizdeki çoğun işladıma, bizdeki alımlarımız, yazgıçlarımız, sanatkar hemsi bizdeki biz Kazakistan'da başta çıraylık turmuş görüyoruz. İş yerde bizni işlemeden kısmaydı. Bu meşrep hazır mesela qaysi dairede var? Mesela mahallelerde meşrep bulamdı veya ki yez kentlerde veya ki mesela Almutu'da çok bir meşrep var mı? Mesela qandarak şekilde bu meşrepler hazır? Meşrep məhəlli boludu. Məhəlli var. Bu meşrep Rayon var meşrep, bu da özünki naizidi var. Riga məhəlli meşrep var, Riga məhəlli deganmış nemeninki Almutu'nun öpçörüstüki. Bir yerde berip oynap adamlar fakatla biz eşede yaşlarının remini, mektepinin remini, tiyatrının, gezisinin aşı remini alıqlımız bir yerde andak yok. Aşı meşrep ki şunun bağlıqda. Urf-adetlerimizde hepsini saklap kelyapmiz biz özümüzdeki. Toy töküm aşı bizden urf-adet boyunca ötüdü. Nezil çırak baştaklı ötüdü bizde. Ama abay Eş kanında bay 60 neçe mektepninki gipini kıldınız. Bu mektepler asasen şu Uygur tilida ders ötüdü, şundaq mı? şunda. Gimnaziya var Gimnaziya dedi. İki. İki gimnaziya var Almutu'da. Ha. Uygurca. Mesela bu mektepteki okuvchilar butunlay Uygur tilida tarbiya olgandan keyin, mesela gimnaziyadan keyin universitetlarda o'qish to'g'ri kelib qolsa, mesela til jihatdan qiynaldimdi, mesela mesela universitetlarda boshqa tilda o'qishga to'g'ri keldida o chog'da. Unuğa ben cevap versem bizde Uygur Avaz gezisinde bir makal boğan. Şu 57. yılını tartıp 90. yılgacha Uygur Orus mektepten bitiren Uygur balalarının alımlar yok hesabıda. Hemisi Uygur mektep bitiren alımlar. 90. yıldan 14. yılga algan malumatda fakat yaş alımlar fakat Uygur mektep bitiren balaların çıkmadı. Başka mektepten bitiren balaların çıkmadı desek oldu. Onun başka bir malumatlar berip durdu bizim gezisler. Hozir media qandaq, Uyg'urcha medialar qandaroq? Masalan, ben bir qancha yil, 20 yil ilgari Almuto'ga borganimda gazetlar bor ekan, Uyg'ur tilida chiqadigan bir televiziya kanali bor ekan, to'q, ham radio bor ekan, to'q. Hozirgi bu media ahvoli qandaroq Uyg'ur tilidagi medialar? Uygur Avaz gezib kelsak, o yaxshi ma'lumotlar yaxshi yezilib turdi asosan hem o'qish tarafdan sport, bo'layotgan ishlar Qozog'istondagi va chet davlatlardagi endi radiomiz bilan ishlab turdi, haftada bir qatam berdi o'zining xabarini 1 soat. Televideniyani hozircha yo'q, yepilib ketsa. Televiziya yo'q hozir yani. Ha. Vaqtida o vaqtcha bo'ldi. Herhalde Allah'a şükür deyimiz, yani qandaq olmuşsun şu bayasılar degandek, xuddi özümüzün vatanda yaşagandek erkin muhit yaşaydı ekansizlar. Ana tilda ders o'tgan maktablarimiz bor ekan, gezitlar bor ekan. Özümüzdeki sanatçılarımız bor, yozuvchilarimiz bor, bizden chiqqan olimlar bor ekan. Hem biz vatandan qolsa O'rta Osiyoda Uyg'urlarimiz eng ko'p. Bu yer biz uchun nihoyat muhim bir zamin, bir tuproq. Bu yerdagi Uyg'urlarimizniki hozirgi holatini saqlab menishi intayin muhim. Ya'ni Uyg'urligini unutib qolmaslik, Uyg'ur kulturini, Uyg'ur madaniyatini saqlab menish nihoyat muhim. Endi bu qonun loyihasi masalasiga kelsak, o'zinglar bilasizlar, bu hozir butunlay qonunga aylanmadi. Bu Avam palatadan o'tgandan keyin Avam palataniki qonun loyihasining tekstida ozroq o'zgarish bor ekan va Kengash palataniki ma'qullagan loyihasiga qaraganda. Shunga bu Kengash palatasiga qaytarildi ekan. Yana shu o'zgartirilgan nuqtalarning hammasini Kengash palata qayta tasdiqlagandan keyin prezident Trumpning oldiga qo'yildi ekan imzo qo'yishga. Mushu oraliqda yana Uyg'urlar bizga Amerika tarafdan qarindoshlardan sado kelyapti. Yana ozroq tirishimsaq bo'lmaydi. Hamma butun dunyodagi Uyg'urlar tirishchilik ko'rsatishimiz kerak degan bir sado kelyapti. Bu jihatda anglasak, mush O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz
imzo to'plash kampaniyasi boshlagan o'xshaydi. Amerikadagi qarindoshlarımızın talebi bo'yicha. Mush ishlar qanday ketyapti? Abayda ötüp ketdi bu. Hiç kim yak demedi Uygur halkının. Hazır bunu işler bu vatka yegimi açtım balla. Jigit başları balla berip bu aktivistler hemiz eşek berip atıdı. Kolumuzdan kegimni kıvatımız. Hançı boldu et İsa çıktı Xudayın bursa. Hem bu imzo toplash kampaniyasi qandaroq shaklda olib beryapsizlar? Masalan, uy kirib imzo toplashmi yoki mahallalarda adam tayinlashmi va yoki to'y-to'kin nazar chiroqlarda imzo toplashmi qandaroq shaklda olib beryapsizlar? Onu öyle varmadı o. Öyle varmadı o. Hem bir yerde o şu nazar çırak toy dökümlerde nasıl dep koysa halk özü kol koymadı. Yani mas imza to'g'riliq kichkina qo'shib aytay, bir shu bizning o'zimizniki Uyg'urlar bir xush bo'lib ketganim, uyda o'tirsam mana Jiraxiyadan kelibdi. Uxlamadim deydi. Nima bo'ldi desam, mana imzoga qo'l qo'yisizlar, qo'l qo'yib ketaychi. Alloh sizga rozi bo'lsin dedi-ku. Hozir Uyg'urlar mana shu Qozog'iston bo'yicha dastur desak bo'ldi. İmzaga bunda kutmagan biz. Mana shu nazarlarga bosaq, bir yerlarga bosaq, qiynab qo'yaylik deb turdik. Fakat elektronlu poçta arkalı bir adamın imza geldi. Bunun poçta arkalı. Nazarlık toylarda yani yok uyuşmuyorlardı. 15 bin yakın. 15 bin yakın yedi de o der. Jığılıp 15 jığılıp kalan bir günde oylayalım. İsa'yı da eti çıktı Xudayın bursa. Yaxshi. Çünkü bu Amerika Uyg'urlarning ovozini anglasa, bu butun dunyo Uyg'urlarninki ovozi bizga kelyapti. Bu qonunni ma'qullashning ahamiyati mana ma'vo darajada deb senatorlarmi haqni qoyil qilishda cho'ng roli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bir yaxshi ishning yanida bir yomon ish doim hamroh bo'lib keladi-ku. Endi bu imzo to'plash faoliyati olib berilganini anladik-ku, ammo to'g'rida ba'zi g'ayriy sadolarmi bo'lyapti. Masalan, ba'zilar shu qonun loyihasini tasdiqlatish, qonunni ma'qullatish ishida iqtisod lozim bo'ladi deb O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizdan pul yig'ayotgan ish degan bir gap xeli keng tarqalyapti hozir. Shu Facebookda bo'lsin, WhatsAppda bo'lsin va yoki boshqa YouTube deganda keladi. Ham sizlar ashadagi shohidlar bo'lishinglar bilan o'zinglarning og'zidan anglaydi-da, mushtaq pul yig'gan ahvol bormi? Endi buni biz ancha bu ishinib ketmaymiz shu deydi deganga. Pul hozir rasmiy aytsak bir boshqa to'plagan vaqtida, imzo to'plagan vaqtida bir 12 bola bor. 12 bola vaqtida shu qayerda nazar bo'lsa 2dan 3dan bo'lindik. Ya'ni 25lar. Bu aqcha to'g'riliq, iqtisod to'g'riliq bu yerda paramokamidik, yig'madik. Yig'maymiz bu iqtisodga bo'sh imzo uchun. Bu men abay degandek o'zlar akib beryapsa haqlar va shu imzodan qo'l qo'yma deb. İradesi özünün vicdanı içilayotgan vaqtida biz pul to'g'riliq gapmi yo'q, hech kim yig'mi deb berdi. Qozog'iston, Qirg'izistonmi bu yerda aqcha yig'ilmi deb. Yig'midi biz. Yig'ish maqsadimi yo'q? Yo'q, unda. Endi deymizmi bu ishda iqtisodga ehtiyoj yo'qligini Amerikadagilarmi debdi. Bu har qanday bir ish bo'lsa şu pul yığımız deb O'rta Osiyodan pul yığib kelibdi degan gaplar tarqab turdi. Endi buningga vaqti-vaqtida to'g'ri javob berib tursa, xalqimiz orasida yomon niyatli odamlarning mush gaplardan foydalanib ketadigan ahvolim bo'ladi-ku. Mana o'zinglarning og'zidan anglayapmiz, ya'ni 3 yilinglar guvoh bu ishga, ya'ni O'rta Osiyoda pul yig'ilmadi, shundaqmi? yig'ilmadi pul. Yig'ilmadi. Ya'ni ham o'zinglar oldinglar Amerikadagi qarindoshlarimizning o'z og'zidan bu ishga pulga ehtiyoj yo'q-ku, ya'ni hozircha pul yig'ishga bir chaqiriqmi chiqarilgan ahvolmi yo'q-ku. Bundan keyin pul yig'ilish to'g'riliq gap bo'lmaydi bu vaqtda. Ya'ni qonunninki tasdiqlanishga vaqti nihoyatda qisqa bo'lishi mumkin, balkim qisqa vaqt ichida tasdiqlanib ketishi mumkin. Bu vaqtda shaxsan biz Yevropadagilarmi pul yig'ish to'g'risida gap anglamadik. O'rta Osiyoda mushta pul yig'ish bo'pti degan gaplar tarqalgandan keyin bizim O'rta Osiyoda qarindoshlarimiz bilan aloqa so'rab baqdik, hech birisidan
bunda pul yig'ildi degan gapni anglab boqmadik. Shunga bugun isbot bo'lsin uchun sizlar ashadagi qarindoshlarimizning vakillari bo'lib suhbatinglar bilan o'z og'zinglardan anglayli dedik ko'pchilikning oldida. Ya'ni bugun bir aniq javob oldik. Bunda pul yig'ilgan ahvol yo'q u yerda, ham bo'lmaydi. Shundaqmi? Shundoq. Tamam. Bu cevapni endi bütün dünyadaki Uygurlarımız ko'rdi. Ham bundan keyin bundaq fitna fasad tarqalmas deb o'ylayman. Fitna fasadga javob berishning eng yaxshi usuli sizlarga o'xshash shohidlarni ekranga chiqarib, o'zining og'zidan javob berishdan iborat. Endi bundan keyin O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bayamanmi deb o'tdim, vatandan qolsa Uygurlarimiz eng ko'p nəhayət strategik o'rni nəhayət mühim bir yer. Bu yerdeki qarindoshlarımızın hal ahvoli bilan şu bütün dünyadaki qarindoshlarımızdan bir sistematik tanışıp chiqish arzusi bor. Bu haqda bugun endi uchinglarni alohida bir yerga akilib, bir uchur og'inimdan nəhayət xush oldum. Sizlarga ko'p rahmat. Bundan keyin sistematik holda O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bilan bir boshdan tanışıp chiqishni arzu qilaman. Ekranda ba'zi qarindoshlarimiz yozibdi, "Bakli pokis chiroy, ilmiy chiroy akalarimizga" deb, ya'ni shundaq ilmiy pokis qarindoshlarimiz, safoli qarindoshlarimiz bilan butun dunyodagi, masalan, Yevropa, Amerikadagi va Avstraliyadagi bo'lsin, Turkiyadagi hammamizning bir qo'rqin tanishib chiqish orzuyimiz bor. Bundan keyin sizlarni balkim pat-pat avval qilib turishimiz mumkin. Bugun agar qo'shimcha qiladigan gapinglar bo'lsa, davosanglar, bo'lmasa programmani o'sha yerda oyoqlashtirsak. Rahmat. Boshqa gap bo'lmasa, hammalarning teniga salomatlik, turmushinglarga xotirjamlik tilaymiz. Xayr, Allohga omonat emsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gözlerimden döner dahi bıraktı. Bir Uygur gülümse çıraktı. Seviliştiğimizi taşar kırgaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Seviniştiğimizi taşar kırgaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Yağmur her kaçan dersen en güzel düşlerde gözüm var. Hıyallar her kaçan gezersen tamam. En güzel düşlerde gözüm var. Bağrımda gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan.
Kuşlarga qarayman nimadur özlab Vatanim osmonidan kimikinda Kuşlarga qarayman nimadur özlab Vatanim osmonidan kimikinda Dillarga tutiya her taş her giya Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Dillarga tutiya her taş her giya Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim ana Ben seni şu kadar sevindim baba Ey rahmet